Mashinasini Masbar. Добро писать. Birinchi mavzuga kelyapti. To'g'rim, sarg'ay. Да. Hali maydonchada ana bor-ku, parlik. Ha. Ben tepasiga e'tibor berdingmi? Qo'li yo'q. Suyki. Keyin oy ichiga kirsak gaplashtirgan bu vaqt oldi. Qarusi. Eski mahbuba. Şöyle. Gelin. Var. Ya gelsin lan. Gelin. Oldu. Güzel. Valla. 2 hektardan Nasıl 1 video hektar 10 ekisiga vergi olasiz. Faqat toruz ekisiga berasiz. Mana hozir torz ekilgan maydonda turibmiz. Torzni palagini rivojlantirish uchun hozir buni VDC o'tida 200 litr suvga 1 litrni qo'shib sepasiz, yaxshilab pishib sepasiz. Yaxshilab pishib yuboring. Buni palaklar o'salmay turibdi, qisib. Baklar hujumak bo'lib turibdi mana. Balki hujumak bo'lib turibdi. Baklar bir kunda yozilib ketadi hujumaklarni. Baklar qop-qora bo'lib yashnaydi, o'sadi. Palak o'sadi. Hosilga o'tiradi, nechalaydi, shonalaydi, gullaydi, hali shonaga kelmabdi. Yo'q, albatta. Agar o'rgamchi kana tushib qolgan bo'lsa, nima bu tushgan bo'lsa, kasallik tushgan bo'lsa, orqasidan azagrod sepasiz. Bu 100 litr suvga 1 litr. O'rgamchi kana 100% tuxumini ham oladi, o'zini ham oladi. Uncha sekin shoshilmay yurib sepasiz, o'rgamchi kanani oladi. Mana qilib. Bemalol chiroyli. Bemalol. Beylab Bu kuydirmaydi. Faqat kechki salqinda ikkalasini. Hozir mana sepasiz 3 kunda natijasini ko'rasiz. Mana shu netga qo'yib qo'yinganda bunda kichkina nimalarga hammasiga belga qo'yib qo'ysangiz 3 kunda ko'rasiz. Mana shunga yetib oladi. Mana shu falaklarga yetib oladi. 3 kunda ko'rasiz natijani. İldizleri rivojlantir ekan ular. Ha? İldizlargacha ham foydasi bor ekan. Ha, ildizni rivojlantiradi. Ildiz hujayralarni rivojlantirib beradi. O'sha baktoga yetishmay turgan moddalar o'rnini to'ldirib beradi. Mana hujumak bo'lib turibdi baklar. Modda yetishmaslikdan. Mana hujumak bo'lib turibdi. Mana baklamda yoziladi. Shapaloqday bo'lib turadi. Shuni harakatida Agar tushunmagan narsa bo'lsa, beraver qovunga, tarvuzga, boshqa ekinlarga. savollar bo'lsa, Hech o'lar. O'zlari mana kelib o'tiribdilar. Bilmagan narsani qovun qiynayapti-da, o'zi. Nima Instagramga kirsalang, azagrodaga yozasizlar. Esnachi? Nimaligini bilamiz. Ildizi qorada buni. Yaqinroq keldi. Ildizi Hozir qo'shan ko'ramiz. Hozir shoshilmay, ochib, shoshilmay ko'ramiz. Nima bo'ldi? Ildiz qurti yedimi yoki ildiz qora zamburug' kasalligi tushdimi? O'shani ko'ramiz hozir. Shoshilmay. Ammo rosa rivojlangan palak o'libdi, o'lgan. Ha, o'lganda ham rosa rivojlangan palak. Mana. Nima kesgan? Buni yo ildiz qurti kesgan, hozir qaraymiz, ildiz qurti bo'lish kerak yegan bo'lsa. Yoki bu buzovoshi. Eng rivojlangan. Buzovoshi bo'lishi mumkin. Ha, mana buzovosh ekan. Buzovosh ekan. Qora ichkariga qo'shdi. Buzovosh yegan ekan. Ha, Bor ekan buzovosh. Buzovosh yegan Bu ekan. aniq hamda. Ildiz qurti buni yeb ololmaydi. Yeb olmasdi, ildiz qurti buzovosh nima qilgan ekan.